Ular bir so'kib chiqmoqchiman. Yo'q, qo'ysiz. Yomonlash. Haligi pargonlarning reklamasini ko'rganmiz-ku, yaxshi odamlar reklama qilganda uni. O'shani hisobiga men vaqt o'tkazdim-da aka. Sal qoldi-ku endi oyog'imdan ayrilib qo'yilishimga. 5 oylab yurdim-da shuni dori ichib boshqa qilib. Aytmoqchimanki, endi buni Instagramga, ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymoqchi bo'lsanglar, bu dorilarga ishonib qolmash kerak ekanda. U befoyda ekan. Mana yaxshi mutaxassis oldiga kelib, operatsiya qildirish kerak ekan benim. Haligi internetdagi dorilar bilan u bo'lmas ekan u. Shuni aytmoqchi edim-da, endi o'zimning ichimda dushiy narsam bor-ku, sal qoldi-ku endi oyog'imdan ayrilib qo'yilishimga. Og'riq o'ta qattiq bo'lgan. O'ta qattiq bo'lgan. Men mashg'ulot jarayonida o'zim sportsmenman, trenirovka qilyaptganimda jarohat oldim. 3-4 kunda o'tib ketadi desam bo'lmadi. O'zimizda yaxshi doktorlarga borsam, bu sportivniy travma deyishdi. Обезболивающийlarni qildirib qo'yib, qolgandan keyin yana harakat qilib yuraverdim. Qarasam oxir bo'lmadi. Internetdan dorilarni olib kelib ichdim. Ular haligi mutaxassis emasligini keyin bilasiz-ku, haligi og'riq bo'lyapti, nimaga bu dorilar boshqa desangiz, og'riq bo'layotgan bo'lsa, Sinepar ichib oling deydi, haligi og'riq qoldiruvchi dori ichib oling, o'tib ketadi deydi. Ha, bu sizlar dorini nimaga ichyapmiz bo'lmasa? Desam, ha buni yillab ichasiz deydi. Dorini yillab ichilmaydi-ku. Ha dedim, oxiri bo'lmadi, oxir oyoq qo'yolmay qoldim. Allohdan so'ragan ekanmiz, mana Rasul akani berdi. Siz keldi, sirazi bu operatsiyada ham og'riq bo'lgani yo'q. Operatsiyadan chiqqandan keyin ham og'riq bo'lgani yo'q. O'zimni yaxshi his qilyapman, normalniy, Allohga behisob shukr. Rasul akaga katta rahmat. Qo'lning qolgan qismi ketib bo'lgan, ko'chgan. O'zi mana shunday bo'lishi kerak, mana shunday sima bo'lishi kerak. Mana bu yerda qo'lning yirtilib, o'zida narodniy holatda bo'yinda juda ko'ringan narsa bormi? Mana shu narsa. Ozov berdi-da, shunday. Mana shu narsa borku, qo'lning ichiga olib kirib turgan. Mana bu yoqda ham qo'lning narodniy mana shu narsalar sizga azob berib turgan narsalar. 2 hafta oldin medial meskni og'ir jarohati edi va shu bilan birga medial son suyagini do'ngligida ham tog'ay qismini yemirilib ketganligi 4-darajali xandir amaliyotsi bor edi. Bu lokalniy, mahalliy joylashgan. Uni mikroperulom qildik, artroskopiskiy va meskni jarohatlangan joyi tozalab tashaldi. Mikroperulom, ya'ni sindirilganning hisobiga 6 haftagacha o'zi standartda oyoq bosish mumkin emas. Yana sinish kuchayib ketib, jarohatlanish bo'lmasligi uchun. Lekin yotgan, o'tirgan holatda hamma mashqlarni qilaveradilar. Hatto o'sha xursandman Rasul akalar. Duo qilibman aka. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring aka, xudo xolasa.